Yo'q, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Minecraft 15.0.15.0 versiyasida qanday qilib server ochishni o'rgataman. Куда есть шоколад? Я тоже уже хочу шоколад. Задумала меня. Мне нужен шоколад. Bu original versiyasi emas. Original versiyasi menda o'chib ketgan. Shuning uchun Google'dan beta versiyasini tortamiz va bu yerga kiramiz. Mana birinchi bo'lib buni bosamiz. Imyaga server IP adresga sizlar birinchi bo'lib katta harfni qo'y. Bu portga xos hech narsa tegmaysizlar va davay server bosamiz. Ko'rasizlar, bu server menda qo'shilgan. Hozir 14 ta odam o'ynayapti. Menda beta versiyasi bo'lgani uchun kirmasligi ham mumkin. Hammaga xayr do'stlar, men sizlarga qanday qilib Minecraft serveriga qo'shilishni o'rgatdim. Video foydali bo'lgan bo'lsa like va podpiska bosib qo'yasizlar.